Salom do'stlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, biz bu yerda hozir 12-darsni, ya'ni Premiere Pro'ni yakunlovchi darsida turibmiz. Telegram kanalimga o'tsangiz, 12-dars uchun fayllar degan papka RAR formatida skachat qila olasiz shuni. Mana bunaqa ikkita fayl bo'ladi. Bittasi Shuhrat aka Nazar Muhamedov degan muzika, ajoyib ijodkor, kompozitor. Shularning muzikalari bo'ladi va yakuniy dars uchun deb nomlangan bitta mp3 fayl bo'ladi. Skachat qila olasiz va исходник materiallarga ichiga joylashtirasiz. Shunaqa papkani ichiga va mixida mana bunaqa proyekt ochasiz. Bu hammasini oldingi darslarda ko'rsatganman. Proyekt qanaqa ochiladi va hokazo. Proyektga tortamiz va yangi sekvensiya yasab olamiz. mp3 faylimizni ham tashlab olamiz. Bizda nimalar bor? Bizda video material va audio material bor. Siz o'zingiz mustaqil montaj qilasiz. Aynan shu muzikadan foydalangan holatda. Yakunlovchi darsimizni tayyorlashimiz uchun bizga bitta mana shunaqa chiroyli ajoyib muzikasi berdilar Shuhrat aka. Buning uchun ularga rahmat. Ularning YouTube kanallarini, ssilkasini shu videoning tagiga joylashtiraman. Ularning videolarini o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Ajoyib remix qiladilar hozirgi hit ashulalarni. Qo'shiq aytish niyatingiz bo'lsa, estradaga qiziqsangiz, o'zingiz ashlashni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, ular bilan bog'lanib, bemalol o'zingizni shu yo'nalishdagi ham sinab ko'rsangiz bo'ladi. Shu video materialni qismlarga bo'lib olasiz. Scene Edit Detection qilib. Demak, video materialimiz shunaqa ko'rinishda. Bu yerda men kamerani Sony Alpha'ni ketma-ketlikda taxlaganman. Buni siz albatta to'g'rilagan holatda video materiallarni mana shu audio, ya'ni muzikaga, pod muzika qilib terasiz. Atomixdan foydalaning, sizga o'rgatgan film impaktimdan foydalaning, xohlagan effektlaringizdan foydalaning. Shu paytgacha sizga o'rgatgan hamma narsamdan foydalanishingiz mumkin bemalol. 1 daqiqadan oshmasin bu video materialingiz va uni Telegram gruppamga jo'natasiz o'zingiz tayyor qilganingizdan keyin. Yaxshi professional darajada tayyorlanganini ko'rsam, men o'zimni Instagramimga joylashtiraman shu videoni siz atmitka qilgan holatda va shu bilan birgalikda YouTube Shortsimga ham joylashtiraman. Xohlasangiz ismingizni va rasmingizni ko'rsatgan holatda. Bunaqa yangilik sizga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Shu bilan yakunlamagan holatda Telegram gruppamizda so'rashganida ancha oldin proxy haqida, shu proxyni hozirgi darsimizda o'rganamiz va shu bilan birgalikda video materiallarimizda link qilishni o'rganamiz va Explorerdan va Projectdan topishni o'rganamiz. Demak, shu video materialni biza faylini qayerda turganini, misol uchun esdan chiqarib qo'ygan bo'lishimiz mumkin yoki pala-parcha ishlagan bo'lishingiz mumkin. Bu video materialimiz qayerda joylashganini topishimiz kerak bo'lib qoldi, qisqasi. Hech qancha o'ng tugmasini bosasiz va pastroqqa tushadigan bo'lsangiz, mana bu yerda Reveal in Project degan yozuv bor. Shuni bosadigan bo'lsangiz, ya'ni o'sha program monitoringizda qayerda joylashgan bo'lsa, o'shdan topib sizga ko'rsatadi o'sha materialingizni. Endi buni fayl ko'rinishidagina o'sha faylni turgan joyini qayerdan topishimiz mumkin? Oddiy, hech qancha o'ng tugmasini bosamiz. Hozir Reveal in Project qildik-ku. Endi tagidagi Reveal in Explorer qiladigan bo'lsak, bosadigan bo'lsak, o'sha fayl ko'rinishidagi mana ketma-ketlikda chiqarib beradi. Mana demak, bizning faylimiz mana shu adresda, mana shu papkaning ichida joylashgan. Agar pala-parcha ishlaydigan bo'lsangiz yoki shoshilinchda qayerdan olganingizni esdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, hamma material har xil joydan ishlagan bo'lsangiz, albatta uni qayerdaligini ko'rishingiz uchun shu Explorer va Reveal Projectdan topishingiz mumkin. Keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa, video materialingiz C diskda bo'lishi mumkin, bunisi D diskda va hokazo. Agar pala-parcha ishlaydigan bo'lsangiz, shoshilinchda shunaqa holatda ham kelib qoladi. Hamma video materialingizni bitta joyga to'plashingiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Buni biz qanaqa qilamiz? Hammasini ruchnoy qilishdan ko'ra, bizda shunaqa Premiere qobiliyati bor. Project Manager degan bunaqa faylni ochadigan bo'lsangiz, shunaqa yozuvli joy bor, shuni ustiga bosasiz. Bu sizga mana shu sekvensiyangiz ichida qanaqa video material bo'lsa, qanaqa video material ishlatgan bo'lsangiz, xoh u D diskda, xoh u C diskda, xoh boshqa hard diskda, внешний hard diskda bo'ladigan bo'lsa, hammasini bitta joyga to'plash uchun kerak bu Project Manager. Sequences. Bu yerda bizda mana sekvensimiz yakuniy dars uchun. Shu sekvensdagi video materiallarni bitta joyga to'plash uchun shu yerga bittaga qo'yib qo'yasiz. Bu yerda sizda agar sekvens ko'p bo'ladigan bo'lsa, u sekvenslar ham sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni ham yoqib chiqing. Bu yoqda bizda aytyapti, biz hozir hamma materiallarimizni kopiya qilamiz yangi joyga. Mana shu joyda turaversin. Buni yoqib, buni ishlatishni sizga maslahat bermayman. Buni o'zi keyinchalik o'zingiz agar yoqib ishlataman desangiz, o'zingiz tushunib olasiz nimaligini. Va mana bu optionga ham tegish shart emas va bizda yangi video materialni qayerga joylashtirishimizni ko'rsatadi. Misol, browse bosasiz va o'zingizga kerakli joyni. Misol, hozir biz keling рабочий stolga yangi papka ochamiz, новый papka. Shuning ichiga web papka. Bizda o'sha hamma video materialni hozir shu papkaning ichiga joylashtiradi. Disk space'da biz hozir qaysi diskni? Biz hozir рабочий stol tanladik-ku. Endi men рабочий stol tanladim. Bu рабочий stolimda esa, ya'ni C diskka tegishli o'sha diskimizda 77 GB bo'sh joyi bor C diskimda.
Va agar siz video materiallaringiz qancha joyni egallashini bilish uchun mana bitta calculate degan knopkasi bor, shuni ustiga bosasiz va hamma bizada mana bitta program monitorda qo'yilgan va timeline'ga ishlatilgan video materiallarimiz hammasi 166 gigabayt. Ya'ni o'sha diskingizga sig'adimi yo'qmi uni bilishingiz uchun shu calculate'ni bosib o'zingizcha hisoblab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Qolgan nastroykalarga tegish shart emas va OK'ni bosasiz. Saqlanib qolasiz, esni bosasiz va ketdi mana. Buni svernet qilib turamiz. Mana bizada boya ochib olgan papkamiz no'y papka ichiga kiradigan bo'lsangiz, mana kopiya qilingan 12-darsda ichiga kirsangiz, mana sizda hamma video materiallaringiz shu yerga joylashtirilgan bo'ladi. Hamma video materiallaringizni bitta joyga shu usulda kopiya qilib, ya'ni proyektingiz bilan bitta joyga to'plasangiz bo'ladi shu ko'rinishda Project Managerdan. Bizda demak, mana shu video materialimiz shu papkaning ichida joylashgan deylik. Uni joyini o'zgartiramiz. Uni visit qilamiz deb boshqa papkaning ichiga joylashtiramiz. Ya'ni Premiere'ni aldab ko'ramiz. Mana boshqa papkaga joylashtirdik uni. Va bizda nima bo'ladi? Bizda Premiere Pro'miz u video materialni yo'qotib qo'ygani haqida bizani ogohlantiryapti. Bu video materialni biz Premiere Pro'ga topish uchun yordam berib olishimiz kerak. Biz nima qilamiz? Shu video material tanlab turgan holatda locate bosamiz va locate qilamiz. Boya новый papkaga ko'chirdik. Новый papkani ichida mana рабочий stol, новый papkani tanlaymiz. O'sha yerda mana o'sha video materialimiz shu yerda turibdi. Uni ustiga 2 marta bosadigan bo'lsangiz, mana marhamat bizda videomiz link bo'ldi o'shanga. Bizda hozir faqat adresi o'zgarganda o'sha video materialimizni topdik. Bu video materialimiz новый papkaning ichidan endi o'shdan Premiere Pro'miz tortib beryapti shu faylimizni. Ana endi buni biza keling ham joyini o'zgartiramiz, ham nomini o'zgartiramiz videomizni. Qanaqa effekt bo'lar ekan bundan? Buni permanent qilamiz. Qolganimizdan keyin yangi joyga ko'chirganimizdan keyin 2 qo'shib qo'ya qolamiz soundga. Endi nima bo'ladi? Bizda yana o'sha video material topolmadik deyapti. Endi biz buni yana locate qilamiz. Endi boyagi joyga qaytamiz. Mana исходник materiallar mana kirib turamiz, lekin nimagadir bu hech qanaqa video material ko'rsatmayapti. Nima uchun? Chunki bizda oxirgi adresi bizda yo'qolgan video materialimiz mana oxirgi nomi yakuniy dars uchun deb nomlangan mp4 fayl edi. Aynan shu nomli videoni topa olmayapti. Chunki uni nomi o'zgargan. Nima uchun bu yerda boshqa videolarni ko'rsatmayapti? Chunki bizda pastda display only exact name match degan mana bu ichkasi yonib turibdi. Bu nima degani? O'sha mana shu yo'qolgan faylimizning nomi bilan mos keladigan nomli videolarni sizga ko'rsatadi. Agar uni o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, hamma video materiallarni ko'rsatadi. Video material, audio material va hokazo. Endi bizda nomi o'zgarganini bilamiz-ku. Bizning video materialimiz aynan shu yakuniy dars uchun 2 deb nomlangan material edi. Uni ustiga 2 marta bosadigan bo'lsangiz, unda ham link bo'lib ketadi. Shu link qilishni sal boshqacharoq yo'lini ko'rsataman endi. Keling endi eksperiment uchun qolamiz u hammasini. Yana nomini oldingi holatiga qaytaramiz. Bu yerda locate qilsangiz izlaysiz va cancel qilsangiz bu yerda hech narsani izlamaydi. Offline al. Bu ikkalasi bitta narsa. Offline faqat shu video materialni o'qimasang ham mayli degani, offline al degani. O'sha qolgan agar tegidagi boshqa videolar bo'ladigan bo'lsa, qolganlarni ham o'qimaydi degan knopka. Agar bu sizga video material umuman kerak bo'lmaydigan bo'lsa, shularni bossangiz bo'ladi. Xo'p, biz hozir cancel qilamiz deb, mana shu holatda turibdi, to'g'rimi? Endi boyaga locate qilishni o'zi ko'rsatmasa, o'zi chiqarib bermasa, qanaqa qilib o'zimiz o'shda locate, ya'ni izlaydigan oynani ochib olishimiz mumkin. Siz qancha o'ng tugmasini bosasiz, yo'qolgan media faylga va mana bu yerda link media degan yozuv bor, shuni ustiga bosasiz va marhamat o'sha locate qiladigan, o'sha link qiladigan oyna shunaqa holatda ochiladi. Va uni locate qilasiz, boya ko'rsatganimdek, o'sha yerda yakuniy dars uchun 2 degan fayl bor edi. Shuni bosadigan bo'lsangiz, shunaqa nomli faylni izlaydi, bunaqa nomli fayl esa yo'q. Biz uni o'zgartirganmiz, shuning uchun mana bu ichkasini o'chirasizda, boyaga o'sha video material tanlash 2 marta bosasiz. Mana nihoyat mana biz video materialimizni topib oldik. Aynan Premiere Pro topib oldi deylik. Link qilish bo'yicha mavzuni yopdik. Endi keling proxy haqida gaplashamiz. Proxy nima? Ko'pgina kompyuterlar 4K bilan ishlamaydi. 4K materiallarni montaj qilish uchun kompyuter kuchi yetmaydi. Shuning uchun Premiere Pro proxy degan narsani o'ylab topgan. Proxy nimaligini hozir protsessda tushunib olasiz. Proxydan foydalanish uchun mana bu yerda
plus tugmasini bosasizda va shu yerdan mana bunaqa proxies degan narsani tortasiz va bumpkopga qo'yib yuborasiz va OK tugmasini bosasiz. Va marhamat, sizda proxy degan mana bunaqa knopka paydo bo'ladi. Deylik, video materialimiz 4K, lekin bu yerda bizda video materialimiz 4K emas, video materialimiz bizda Full HD 1920x1080 va buni biz keling proxy qilamiz. O'sha razresheniyasini kichraytiramiz. Kompyuterimiz ko'tarib montaj qila olishi uchun. Program monitoringizdan material tanlaysiz va sichqoncha o'ng tugmasini bosasizda proxy bo'limiga o'tib create proxies bosasiz. Bizda proxy oynasi ochiladi. Etotda birinchisida frame, ya'ni o'sha razresheniyasini qanaqa darajada kamaytirishimiz kerak. Half bu yarim darajada kamaytirish uchun, quarter bu 4 daraja kamaytirish va custom o'zingiz xohlagancha mana bu yerdan razresheniyasini o'zgartirib kamaytirsangiz bo'ladi. Agar kompyuteringiz Full HD ni montaj qila olsa, 4K ni video materialingizni agar Full HD ga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, mana bu half bosib qo'ysangiz, o'sha 2 ga bo'ladi-da. O'shanda Full HD 4K ni 2 ga bo'lsangiz, o'zi Full HD ni razresheniyasi kelib chiqadi. Va o'sha half o'ziga yetadi menimcha, qolgan joylariga tegish shart emas va Full HD ga o'tkazishga harakat qiladi endi. Endi nima bo'ladi? Endi sizda media encoder ochiladi-da. O'sha media encoder sizdagi o'sha faylni Full HD qilib eksport qiladi o'zi uchun. Bu avtomatik tarzda bo'ladi. Siz media encoderga kirishingiz shart emas. Bu proxy bilan ishlaganingizda o'zi media encoder ochadi va media encoder ham aynan shuning uchun ishlaydi. Demak, bizning video materialimiz eksport bo'ldi. Endi encoder yo'qolsangiz ham bo'ladi. Boyagi proyektimizni hamma saqlaydigan исходникlarimizni ichiga kirib ko'ramiz. Proxies degan papka ochiladi. Qancha video materialni tanlab, uni proxyga aylantirgan bo'lsangiz, hamma proxylar o'sha shuni ichiga o'zi joylashtirib qo'yadi va shu yerdan Premiere o'ziga tortib oladi videoni. Qanchalik darajada kichrayganini bilish uchun videoni ustiga bossangiz, mana ko'rib turganingizdek, razresheniyasi pasaygan. 1920 ga 1080 edi, bu hozir 960 ga 540 bo'lib turibdi. Razresheniya kamaygan va shu bilan birgalikda kачество ham tushgan. Mana bu yerga yaqinlashtirasiz videoga. Bizda ko'rib turganingizdek, mana proxyni ikonkasi turibdi. Endi proxyni yoqish uchun boya chiqarib qo'ygan ikonkamiz ustiga bosasiz va siz hozir mana proxyga o'tdingiz. Mana ko'rasiz, video materialingizda ikonkasi mana bunaqa holatda yondi va bu yoqda ham yonib turibdi. Bizda hozir endi 4K dan emas, hozirgi holatda Full HD dan emas, ya'ni o'sha proxyni tortyapti. Explorer qiladigan bo'lsangiz ham o'sha faylni ko'rsatib sizga chiqarib beradi, lekin aslida bu yerda turgan video material aslida bu 4K emas, bu proxyning ichidagi mana bu video materialni bu yoqqa tortyapti. Videoni bemalol montaj qilasiz, proxy yo'q holatida va sizda mana ko'rib turganingizdek mana ikonkasi yonib turibdi, proxy yo'q. Marhamat, bemalol ishlayvering, montaj qiling. Lekin render qilayotgan paytingizda shu proxyni o'chirib qo'yib, keyin encoderga uzating. Demak, shu joyida bizning Premiere Pro darsimiz o'z nihoyasiga yetadi va After Effects kursimizni boshlash uchun 12-darsda shu narsani ham o'rganib olishingiz kerak. Buni hozir sizga aytaman. Deylik, mana shu videoni biz After Effects bilan qanaqadir qo'shimcha effekt bermoqchimiz. Bu Premiere Proda yo'q. Demak, mana shu videoni alohida qilib eksport qilib, uni After Effectsga alohida tashlab, keyin uni qaytarib u chiqargan videomizni alohida botga tashlamaymiz-da. Shu joyida Premiere Pro bilan After Effects kombinatsiya qilishni ham o'rganib ketamiz. Demak, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, agar proxy bilan ishlayotgan bo'lsangiz, proxyni o'chirasiz, shu holatda turadi. Bunaqa ustida X tortilgan holatda. Va qancha video materialni After Effectsga tortib olmoqchi bo'lsangiz, hammasini tanlaysiz. Misol uchun hozir 3 ta video material tanlasangiz bo'ladi yoki hozircha bittasini tanlab tursangiz ham bo'ladi. Shuni video materialni tanlaysiz va sichqoncha o'ng tugmasini bosgan holatda After Effectsga qanaqa bu video materialni aynan shu qismini uzatishimiz mumkin. Replace with After Effects composition bor. After Effects kompozitsiyasiga o'tkazib yuboradi. Shu qismni o'zini. Va uni bosasiz va bizda After Effects ochiladi. After Effectsni endi birato'la aytyapti, bu yerda qayerga saqlanib qilamiz After Effects proyektini deyapti. Endi After Effects proyektini qayerga saqlanib qo'yishni o'sha исходник materiallar papkasiga kirasiz va mixga va shu joyida новый papka o'chirib tashlagan bo'ladi, ichida hech narsa yo'q edi. Va shu yerga mana bu yerga kirsangiz, bu yerda Premiere Pro ni proyekti, to'g'rimi? Keling, biz mana shu papkamiz ichida mana исходник Premiere Pro ni mixer. Keling, bu yerga sizga maslahat beraman. After mix qilish, ochishni tartibli bo'lish uchun. Bu bitta Premiere Pro ni
proyekti turadi, bu yerda esa After Effect'ni proyekti turadi. Bu yerga kirasiz va proyektingizni 1 deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar misol uchun katta video material bilan ishlayotgan paytingizda birinchi qismi, ikkinchi qismi, uchinchi qismi o'shalarni ketma-ketligi bo'yicha After Effect'dan foydalansangiz timeline'da bir qilganingiz sizga ma'qulroq. Misol uchun 1 desangiz, birinchi keladigan After Effects kompozitsiyasi Premiere Pro'ning timeline'ning ichida. Bu sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, 1 deb nomlaymiz. Bu IAP, ya'ni After Effects proyekti bo'ladi va saqlayni bosamiz. Bizda After Effects kompozitsiyasi ochildi. Keling endi Premiere Pro'ga qaytamiz. Bizda o'sha qismi, tanlab olgan qismimiz mana ko'rib turganingizdek, bizda MP4 fayl emasda After Effects proyekt bo'lib Premiere Pro'ni timeline'da turibdi bizning materialimiz. Endi keling biza After Effects'ga qaytamizda, bu yerda salgina o'zgartirish qilamiz. Buni eslab qolishingiz shart emas, siz ko'rib tushunib olishingiz kerak xolos. Bu yerga keling, biz bitta shakl chizib qo'ya qolamiz hozir. Juda ham og'ir ko'rinmasligi uchun sizga va shu proyektimizni saqlanib qolamiz shunchaki ko'rinishi uchun. Va Premiere Pro'ga qaytamiz. Mana bizning Premiere Pro'imizda ham mana shu qismiga dumaloq chizildi. Chunki bizda nima edi? After Effects proyektimizda mana shunaqa dumaloq chizildik. Shuning uchun ham bizning proyektimizda, Premiere Pro proyektimizda ham xuddi shu ko'rinyapti. Demak, tushunganingizdek, bu video emas, bu proyekt. Bu proyektni ham xuddi shu videoni qatdan Explorer'dan topadigan holatda bu proyektni ham Explorer'dan topsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, endi videoni ko'rsatmaydi-da sizga. Mana shunaqa After Effects'ni proyektini ko'rsatib yuboradi. Bu proyektni ham agar nomini o'zgartirib qo'yadigan bo'lsangiz, uni ham link qilishingiz kerak bo'lib qoladi. Buni tushundingiz deb o'ylayman. After Effects bilan Premiere Pro'ni kombinatsiya qilib ishlamoqchi bo'lsangiz, o'zingizni straxovka qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu nima degani? Agar sizda proyektingiz o'chib ketadigan bo'lsa, mana bunaqa qizil ko'rinishda yo'q bo'lib qoladi va shu proyekt bilan qo'shilib sizni video materiallaringizni ham topish imkoniyati qolmaydi. Shuning uchun bitta altni bosasizda kopiya olasiz, tepaga ko'tarasiz video materialingizni. Aynan shu material tanlagan holatda Premiere Pro bilan After Effects'da shunaqasiga kombinatsiya qilgan holatda ishlang. Agar bu proyekt bilan birorta muammo chiqib qoladigan bo'lsa, orqaga qaytib bo'lmaydi. Ctrl Z bilan hech qanaqasiga orqaga qayta olmaysiz. Shuning uchun siz agar bu proyektda xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz, o'z betini noto'g'ri buzib qo'yadigan bo'lsangiz yoki proyektingiz yo'qolib qoladigan bo'lsa, juda bo'lmagan holatda tagida shu materialingiz turgan bo'ladi. Materialingiz o'zi asli turgan bo'ladi. Sizda bu material sizga xalaqit qilayotgan bo'lsa, buni visit qilib, timeline'ni oxiriga olib qo'yishni sizga maslahat beraman. Sizga render qilayotgan paytingizda in-outdan tashqarida tursa, bu hech qanaqasiga bu video material sizga xalaqit qilmaydi. Shunchaki timeline'dan tashqarida, ya'ni o'sha in-outdan tashqarida turadi xolos. Yoki shu turgan joyida shunchaki disable qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, shift E orqali. Bunda ham bu video material ko'rinmaydi, lekin straxovkaga shu joyda turadi. Proxy'ni albatta o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi After Effects'ga o'tkazayotgan paytingizda. Uni ham esdan chiqarmang. Demak, endi keyingi chiqaradigan darslarim After Effects to'g'risida bo'ladi. After Effects'ni ham nihoyat o'rganishni boshlaymiz. Kanalimizda ham ancha odam to'planib qoldi. Albatta, bir oydan oshiqroq vaqt ichida dars chiqarmadim. Albatta, men bilan qolgan odamlarga rahmat. Keyingi darsni sabr bilan kutganingiz uchun rahmat. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz degan umiddaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing, kanalimga podpisatsiya bo'ling. Agar shu paytgacha podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, Premiere Pro shu joyda yakuniga yetdi.